Har gal bir bo'shliq istayman. Hech kimsiz, hech narsasiz bir bo'shliq. Keyin u bo'shliqni to'ldirmoq istayman. Ekranlarni to'ldirib, baxt va baxtsizlik, ishqsizlik oqibatlari haqida gapiraman. Qaytayotib taksiga o'tirib kulaman. O'zimning ustimdan albatta. Ishga boraman. Majlislarda o'tiradi suratim. Cho'kib borayotganim haqida eslagisi kelmas suratimning ham. To'yga boraman. Kimning to'yi edi? Ketayotib eslashga urinaman. Boraman. Kimning to'yi ekanining nima farqi bor aslida? O'zim baxtga ishonmasam-da, baxt tilayman hammaga jo'r bo'lib. Qo'llarimni baland ko'tarib o'ynayman. Uchib ketgim kelayotganini yashiraman o'zimcha. Allaqachonlar sevganlarim yodidan o'chganimni, endi avvalgidek sevilmasligimni, hech qachon hech kimga suyana olmaganimni va o'z taqdirimni yashamayotganimni, aslida taqdirim yo'q ekanini, yolg'izlik hammasidan yaxshiligini, hammasini yashirmoqchi bo'laman. Baxtli ayollar raqsga tusholmaydilar. Ishoning. Meni to'yingizga ayting. Raqsga tushib beraman. Rahmat.